Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni, videolarimizga like bosishni unutmang. Bugun biz sizlarga ajoyib va xushovoz xonanda Sevinch Ismoilova haqida ma'lumot beramiz. Xonanda Sevinch Ismoilova bolaligidan san'atsevar oilasida tavallud topganligi bois san'atga bo'lgan qiziqishi va mehri yuqori bo'lgan. Xushovoz xonanda Sevinch Ismoilova 2000-yilda Xorazm viloyatining markazi Urganch shahrida tug'ilgan. Avval o'rta maktabda, undan so'ng Urganchdagi 2-sonli akademik litseyga o'qishga kirgan. Litseyda 3-kursga o'tganida prodyuser Mansur Rahimovning taklifi bilan san'atga ilk qadamini qo'ygan. Qisqa muddat ichida qo'shiqlari omma e'tiboriga tusha boshlaydi. Xonanda hozirgi kunda 20 dan ortiq qo'shiq kuylagan. Bulardan Bilmading, Har nafasi, Yoqdimi shu kabi qo'shiqlaridir. Bir necha qo'shiqlarni cover tarzida jonli ijroda ham kuylab ko'rgan. Sizlar bilan Media Olam kanalida Muxlisa Abdumurodova bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosib, fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat deb qolamiz.